Qoyil, ajoyib yaxshi, qoyil, ajoyib, yaxshi. Eee, do'stlar, hammaga salom, bugun sizlar bilan Minecraft. Bugungi videoda biz reydami ko'ruvdim. 24 soat anaqa nimada bomb yashabdi va 1 million odam ko'ribdi va obunachilar podpish qilib 50 ming, 55 ming like ko'ribdi. Biz uchun 1000 100 ta podpis yig'aylik bo'lsam, qani bomb 24 soat bomb bo'lishda yashash boshlayman. Hozirlab boshlayman. Birinchi bo'lib kaltni olishim kerak. Kaltni olib turib, eshik bekitib qo'yish kerak. Hammasi haqqoniy bo'lishi kerak. Eshik bekitib, jitelga berib qo'yaman. Eshikni bekitib qo'yaman. Hamma yondan bekitib qo'ydim. Endi mana eshik ochilmaydi. Endi jitel yoniga borib, mana ketyapman. Jitel yoniga beraman jitellik kaltni. Hammasi haqqoniy bo'ladi. 24 soat yashayman o'rmonda. Jitel, men bo'lmish bilan 24 soat yashamoqchiman. Sen nima deysan? Jitel, sen jiddiy bo'lib qoldingmi? Qanday qilib 24 soat bomb shaharida yashalaysan? Yo'q, men yasholmayman. Sen menga yasholmaysan. Yo'q, men yasholmayman. Qarab tur-da. Mana shu kalligini yaltirab turgan kalligini 10 ta shalaban qo'yib ko'kartirib yuboraman. 10 ta shalabanni o'ynaysanmi? Ha, o'ynayman. Agar sen 24 soat men qo'yaman. Agar yasasang sen qo'yasan. Bo'ldi, jitel. Bo'ldi, yashayman. Qarab tur-da sen. Podpischinglar, men yashayman, komment yozib ketinglar. Hop. Hamma yashayman, jitel, sen xayol qilma. Kalling bilan bo'lsa men yasashni boshladim, ketdim, bo'ldi. Do'stlar, shu o'rmonga borib, o'rmonda piknik monga boraydi. Nima ekan bu? Do'kon edi, do'kon. Qarang, do'konda nimalar sotar ekan. Do'konga kiraylikchi. Bu nosego, ana biz pul topishimiz kerak ekan, tanga uchun biz o'rmonga borishimiz kerak. Nima kerak tanga? Menga narsalarga 24 soat o'rmonda yashashim kerak. Mana butilkalarni olgin. Bo'ldi, mana hozir. Butilkalarni olish kerak. Aroqlarni o'rmonlar ichidan qidirib, tozalab chiqsak, u berar ekan. Короче, tozalab chiqarishimiz kerak. Nimcha ko'p bo'lmasa, bu pivolar, ba'zi birlari pivo ekan. Ba'zi birlari bular piknikka chiqqanda narsalar yeb, ichib tashlab ketishar ekan. Bu o'zlari bilan olib ketsa bo'ladi. Yana tashlab ketishadi, mol yo'yishab. Yeb, ichib ketdingmi, tozalab ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsalarni yeb, ichib tashlab ketyapti. Biz endi bularni tozalab chiqishimiz kerak. Bu yerdagilar bankalarni olib, har xil butilka narsalarni olib, idish, sok idishi bor. Короче, moyitdan boraychi, qani suvdan o'tib taraflarni ko'raychi. Hop, qani suvga bir tushaychi. Hoppa. Bu g'alati suzmaydi ekan bu versiyada. Bu versiyada suzmaydi. O'zan qani tepaga chiqib sakraychi. Hop. O'tdim. Qani bo'lsam bu suzmaydi, ruxsat suzmaydi, umuman suzmayapti. Bu versiyada suzmasa kerak-ku. Boshqacharoq bu versiyada suzmaydi, hali eski Minecraftlarga o'xshab suzmaydi. Hali eski Minecraftlarda ashtaxil tepada yurardi-yu. Xuddi shunaqa ekan, bu Minecraft suzmaydi. Keyin qo'ylarni o'ldiraymi? Yo'q, bu birovlarga o'lishi mumkin. Mana kasha. Bu ham boshqa sok ekan. Sok. Yana soklar. Piknikka chiqishmi? Soklarni yana sok. Ichidan ham ko'pgina sal yig'ishtirib yursa bo'ladi. Bitta bo'lmishlarga ekanda hamma ish. Bo'lmishlarni to'g'rada ara ichib, hamma butilkalarni yig'ishtirib chiqishim kerak. Mana shu tarafda ham ko'ruvdim-ku, mana shu tarafda ekan mana. Hammasini olishim kerak. Tezroq. Yaxshi.
Hop ko'proq olish kerak va tez. Qani bo'lmasam tez. Go! Tezlikni ishga olamiz. Yana araqlar, ana butilkalar, ana soklar, sokovlar. Hop. Keyin ana tepada ko'p ekan, rasha ko'p ekan. Oho, bitta 64 ta chiqdi, 3 xil ekan. 3 xilni hammasini yig'ishtirib chiqyapman. Olam meni. Do'stlar, shu joyda birinchi qism tugadi. Ko'p layk va ko'p obuna bo'lsa, motivatsiyam oshib, qancha layk ko'p yig'ilsa, shuncha tez videolar chiqadi va obuna ham bo'lib ketaylik. Mana shu haftani ichida, mana shu hafta 100 ta bo'lishim kerak. Bo'lsam go podpiska bosib olinglar, olg'a.